Hoji sartaroshlar bir kunda necha pul ishlab topishadi? Hisoblab ko'rmaganman-u, xohlasin bir kun ishlab ko'ring. Qani bo'lmasa, ketdi. Sartaroshlik qilish oson ish emas. Agar novichok bo'lsangiz, birovning sochini noto'g'ri olib qo'ysangiz, yaxshigina gap eshitasiz. Ah, nima qilding? Yarashdi. O'lagar yarashdi aka. Shu sababdan birinchi bo'lib shogirdlikka tushdim. Shogird qiladigan ishi bo'lsa, bu har doim sochlarni yig'ishtirib turish, ustozingiz qilayotgan ishlarni ko'rib turib, yaxshilab o'rganib olish va albatta klientlarni boshini yuvib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Pluslariga keladigan bo'lsak, har bitta hunarni yaxshilab o'rganganingizdan keyin Instagramni yurg'izib bemalol katta summalarni ham topsangiz ham bo'ladi. Eng zo'ri o'zingizni soch soqolingizni xohlagan paytingiz tozalab, to'g'rilab turishingiz mumkin bo'ladi. Minuslariga keladigan bo'lsak, ozgina bel bilan oyoqda og'riq bo'ladi va ustingiz har doim soch soqol bo'lib qolishi mumkin. Sartaroshlarni ko'pi o'zini sevishadi va zerikmaslik uchun xonalagisiga har xil PlayStation'lar ham qo'yib qo'yishar ekan. Shu videoni Sartarosh og'aynilarga tashab qo'yinglar va albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men shogird bo'lib turib ozgina kamroq ishladim, lekin opti bor sartaroshlar o'rtacha kuniga necha pul topishini ko'rishinglar mumkin.